Assalomu alaykum, Sarvaruz YouTube kanali obunachilari. Mana sotuvda mini traktor. Motovlog Zubr. Xullas texnikamiz sotiladi akalar. Balonlarning holatlari. Tiniq balon qo'yib qo'ygan egalari, orqasiga ham yaxshi balonlar qo'yib qo'ygan. Mana bunaqa qipqalar bilan turibdi. Xullas traktorimiz ishga tayyor holatda, karabkalarda ishi yo'q. 5 skorosli, orqada qo'shimcha bunaqa ochadigan narsalari bor. Bunga qo'shimcha kerak bo'lsa, persepini tayyorlab beramiz. Traktorimizda motori sayralgan motor. Xullas kimga qiziq bo'lsa akalar, mana tayyor texnika, ishlab turgan texnika hozir srochni so'ragan akalariga bo'lsa, mana arzonroq variant bilan chiqib qoldi. Texnikamizni zavat qilishlari mana bu yerda kalit holati bor, ruchka holatda, ruchkada zavat bo'ladi. Ruchkada aylantirib zavat qilinadigan texnika ekan. Mana bunday joyda mana kuluch qutilari bor ekan, mana kuluch qutilari, mana ruchkalari bilan turibdi akalar mana. Xullas ishlab turgan texnika ekan, pul zarurligi uchun sotiladi degan uchun mana videolarni chiqaryapmiz. 12 ta viloyatga shunday Isuzuga yuklab chiqarib yuboramiz. Dastavkasi pulli bo'ladi lekin. Texnikamiz xudolasi karabkalarda ishi yo'q, motorlarda ishi yo'q. Ishga tayyor holatda ekan. Balonlarni yangi balonlar qo'yib qo'yibdi, oldiga ham yangi balonlar bosib qo'yibdi. Ekranga nomer qo'yib qo'yamiz akalar, telefon qilaverasizlar. Hammaga omad, charchamanglar. Like esdan chiqmasin.